Tushda imtihonga kirishning ta'birlari. Tushda imtihon savollariga to'g'ri javob berganingizni ko'rsangiz, yaxshi natija va muvaffaqiyat alomatidir. Tushda imtihondan yuqori ball olganingizni ko'rsangiz, maqtovga sazovor ish yoki quvonchli xabar belgisidir. Tush ko'ruvchi tushida diplom yoki sertifikat olgan bo'lsa, maqsadiga erishishi va izzat-hurmat topishini bildiradi. Tushda imtihonni xotirjam topshirganini ko'rsa, ichki ishonch va ishlarning yengillashishiga ishora sifatida talqin qilinadi. Bordiyu savollarga javob topa olmasangiz, ikkilanish yoki muhim qaror oldidagi noaniqlik belgisidir. Tushda imtihonga kechiksangiz, imkoniyatni qo'ldan boy berish qo'rquv ramzidir. Tushda imtihondan yiqilib xafa bo'lsangiz, o'zingizga yuqori talab qo'yayotganingizni bildirishi mumkin. Tushda qayta topshirish imkonini olsangiz, xatolarni tuzatish va yangi imkoniyat belgisi sifatida talqin qilinadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.